1996-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes sotiladi. Srochniy arzon narxda berib yuboramiz. Baron holatda yangi 408 dubl kabina. Salon qismi. Orqasi. Motori 602, ruli gidravlika. Oldi qismi. Ruli gidravlika. Ramasi. Zavodskoy mashina. 4 tonna yuk oladi. Orqa balonlari. Umuman rasxoti yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi telefon nomeriga telefon qilsanglar, kelishtirib berib yuboramiz. Pul zarur. Orqa tomoni. Mana oldi ramasi. Bütün hamma joyi bütün. Qiziqqanlar bo'lsa, ming 1996-yil 602 motor, ruli gidravlika, srochniy 9000 dan ozgina o'tib beramiz. Pastdagi telefon nomeriga telefon qilasiz.